Lekin yo'lda mana shu avtomobildan ehtiyot bo'lamiz. Hozir bizda YPXdan o'tkazilgan press konferensiyada biza hozir YPX inspektorlari o'zlari ish faoliyatida ishlatadigan оборудованияlarni, avtomobillarni ko'rsatib o'tishyapti. Avtomobilning orqa qismida nima joylashgan Malibu ile? Bu maxsus transport vositamiz, ya'ni yo'l transport hodisalari sodir bo'lganda maxsus ishlatiladigan mayoqchalarimiz hisoblanadi. Motori o'zi 167 ot kuchi, maksimal tezligi 250, 7,5 sekundda 100 ga chiqadi. Mototsikllar Sef Moto Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. To'liq zaxirasi 4 soatda zaryad oladi. To'liq zaryad bilan 150 km masofa bosib o'tadi. Maksimal tezligi 120 km. Uni 10,5 kilovatli elektrodvigatel bilan jihozlangan. Hammani ko'zi o'rgangan mana shu Gai mashinaning rangi, ya'ni oq bilan ko'k, bu kunlik ishlatishga hozir bo'lib qolgan. Qizil avtomobil esa katta mehmonlarni, katta tadbirlarni o'tkazish uchun ishlatiladi. Yo'l patrul xizmati inspektorlari maxsus xizmat o'tayotganda mobil postlarga qurilma avtobuslar bor. Buni hozir ichini biz sizga ko'rsatib o'tamiz. Ushbu avtobus o'ziga xos bo'lmagan har xil qulayliklarga ega. Bu qulay divan, bundan tashqari televizor, kompyuter, bu hammasi inspektorlarning qulayligiga mo'ljallangan bo'ladi. Bu eng qiziq avtomobil. Bu avtomobillar jihozlari hattoki o'zini avtomobil tan narxidan ham necha barobardir qimmat. Bu yoqda 360 kamera. Undan tashqari parkovka, noto'g'ri parkovkaga jarima yozadigan, qizilga o'tib ketadigan jarima yozadigan har xil maxsus jihozlar mavjud. Lekin yo'lda mana shu avtomobildan ehtiyot bo'lamiz.